Assalomu alaykum barchaga. To'g'ri burchakli uchburchak 4-mavzumiz 10-testini birgalikda yechimlarini ko'rib chiqamiz. Hop, birinchi misolda quyidagicha amallarni bajaramiz bu yerda. Mana bu burchakda 2 betda bu burchakda jamisini 2 a degan bo'ladi. 2 atsam bu a dan bo'ladi. Xullas 2 a qo'shilgan 2b ABC uchburchak bo'yicha 90 gradusga teng bo'ladi. Bu bitta masala. Xo'sh, endi mana bu yerdagi burchak 2a bo'ladi. Xo'p. Bu yerda burchak 2a bo'ladi. Mana bu burchak 90 minus a bo'ladi. EFS to'g'ri burchakli uchburchak bo'yicha bittagi burchak a gradusga teng bo'lgani uchun bu 90 minus a bo'ladi. Shundan bu ham 90 minus a ga teng bo'ladi. Vertikal burchaklarda 90 minus a ga. Endi e'tiboringizni DBS to'g'ri burchakli uchburchakka qarating. Bu yerda S burchagi bir ma'noda a ga teng bo'lsa, mana bu D burchagi nima bo'ladi? 90 minus a gradusga teng bo'ladi. Endi ko'rinib turibdiki, BDF teng yonli uchburchak. B dan D gacha bo'lgan masofa 5 ga teng bo'lganligi uchun B dan F gacha bo'lgan masofa ham 5 ga teng bo'ladi. Mana. Endi e'tiboringizni yana ABC to'g'ri burchakli uchburchakka qarating. Bu uchburchak bo'yicha endi balandlik gipotenuzaga tushgan balandligi 8 ga teng bo'lib qoldi. 8 bo'lsa, e'tiboringizni BES to'g'ri burchakli uchburchakka qarating. BES bu to'g'ri burchakli uchburchak bo'yicha gipotenuza 10 ga teng bo'ladi va katetlardan biri 8 ga teng bo'ladi. 10 bilan 8 ga Pifagor teoremasidan 6 ligi ma'lum. A dan C gacha demak biz 6 desak maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, ikkinchi misolga o'tamiz biz. Xo'sh, demak, davom ettiramiz. Ikkinchi misolimiz bo'yicha ilmiy ishlarimizni amalga oshiramiz. Ikkinchi misolda nima deyapti? To'g'ri burchakli uchburchak. Xo'p, ikkinchi misol bo'yicha ilmiy ishlarni amalga oshiradigan bo'lsak, bu yerda ASD uchburchakka e'tiborimizni qaratamiz. ASD uchburchak bo'yicha asosiy burchaklar 15 bilan 30 ga teng bo'lganligi uchun uchinchi bir burchagining qo'shni burchagi 45 gradusga teng bo'ladi. Bu 45 gradusga teng bo'ldi. Mana bu burchak ham 45 gradus bo'ladi. A dan D gacha to'rtligini bergan va biz X ni topishimiz kerak. Xo'sh, qanday ishlasak bo'ladi? Xo'p, hurmatli o'quvchilar, ABC to'g'ri burchakli uchburchak bo'yicha 30 gradusli qarshdagi katet gipotenuzaning yarmiga tengligidan foydalanib B dan C gacha bo'lgan masofani biz x taqsim 2 deb belgilab olsak bo'ladi. Endi DBS to'g'ri burchakli uchburchak bo'yicha B dan C gacha x taqsim 2 bo'lganligi uchun D dan B gacha ham x taqsim 2 bo'ladi. Ana endi
30 gradusli qarshidagi katet bilan 60 gradusli qarshidagi katet orasidagi farq ildizosi 3 ga bo'ladi. Ya'ni 30 gradusli qarshidagi katet x taqsim 2, shuni ildizosi 3 ga ko'paytirsam 60 gradusli qarshidagi katet, ya'ni to'liq qo'shilgan x taqsim 2 hosil bo'ladi. 2 ga ko'paytiraveraman. Ushbu holatda x qiymati chiqadi va men buni irratsionallikdan qutqaraman. Ushbu holatda soddalashadi. Demak, javob 3-misolimizda D dan E gacha bo'lgan masofani topishimiz kerak. Buning uchun bitta mediani tushirsam, to'g'ri burchak uchburchakda uchta kesmalar teng bo'lib qoladi. X topishim kerak. Xo'sh. Hurmatli kuzatuvchilar, ABC to'g'ri burchak uchburchak bo'yicha mana bu A dan B gacha bo'lgan katetining uzunligi 4 ga va A dan C gacha bo'lgan katetining uzunligi 4 ildizda 3 ga teng bo'lganligi uchun mana bu yerdagi burchagini men 30 gradus deb yozsam bo'ladi. Bu 60 gradus bo'ladi. Endi hurmatli kuzatuvchilar, 60 bo'lgandan keyin AEB teng uchburchak, bu yer ham 60 bo'ladi va bu uchburchagimiz muntazamligi ma'lum bo'lyapti. Ikkita burchagi 60 dan bo'lsa, uchinchisi o'z-o'zidan 60 bo'ladi. ABE uchburchak bo'yicha asosiga bitta balandlik tushiramiz. Bu balandlik 90 bo'lib tushadi va asosda 2 ga bo'lib qo'yadi. Asos uzunligi 4 ga teng. 2 ga bo'lgandan keyin xo'p, B dan F gacha bo'lgan masofa 4 2 ga bo'lganim 2 bo'ladi. F dan D gacha bo'lgan masofa 1 bo'ladi. Chunki F dan A gacha u 2 ga to'ldirish kerak. Shuning uchun 1 bo'ldi. Hurmatli kuzatuvchilar, balandlik uzunligini topishga harakat qilaman. Bu to'g'ri burchak uchburchak bo'yicha balandlik uzunligi 30 gradusga qarshi tomon 2 ga teng. Shu BFE uchburchak bo'yicha to'g'ri burchak uchburchak 2 ga teng bo'ldi. Demak, 60 gradusga qarshi tomon 2 ildizda 3 bo'ladi. Pifagor qo'llayveraman. 1 kvadrati plus 2 ildizosi 3 ning kvadratidan ildizosi ham keyin bu x ning qiymatiga teng bo'ladi va bu ildizosida 13 ni tashkil qiladi. Navbatdagi misolimiz bo'yicha xo'p, bu burchakni A deb belgilayman, bu burchakni A deb belgilab olaman. Va e'tiboringizni BDS teng uchburchakka qaratamiz va asosdagi burchakni bu yerda ham A desak bo'ladi. Endi e'tiboringizni ABC to'g'ri burchak uchburchakka qaratsangiz, uni o'tkir burchaklardan biri A ga, biri 2A ga teng. Ikkalasini qo'shsam 90 bo'ladi. Demak, 3A teng 90, A teng 90 ni 3 ga bo'laman. 30 gradus. 30 gradus ekan. Va men x qiymatini topishim kerak, a? Hop. BDS uchburchak bo'yicha BS tomonga bitta balandlik tushiraman va bu balandlikni uzunligini topish uchun asosni teng 2 ga bo'lib qo'ydi deb, ya'ni F nuqta asos teng 2 ga bo'lib qo'ydi. Umuman olganda asos 6 ga teng edi, 3 bo'ldi. Bet 60. 60 gradusga qarshidagi katet 3 ga teng bo'lsa, gipotenuza uni ildizosi 3 taqsim 2 qismiga teng. Xullas
B'ni izosi 3 taqsim 2 ga ko'paytirgan ekan 3 bo'pti. B'dan uzunlik 2 izosi 3 bo'ldi. D'dan S'gacha ham 2 izosi 3 bo'ladi. Endi e'tiboringizni ADS to'g'ri burchak uchburchakka qarating va bu gipotenuzani 30 gradusga qarshi harakati yarmiga teng bo'ladi, izosi 3. Yoki bissektor esa xossasida bor. Mana bu va mana bu. Buni uzunligiga teng bo'ladi. Buni uzunligiga teng bo'ladi. Bu bissektor esa xossalarida o'tiladi. Hozircha lekin to'g'ri burchak uchburchakdan foydalanib ishlashga harakat qildik. Mana shunday bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Ushbu misolda yechimini birgalikda ko'rib chiqishga harakat qilamiz. B'dan D'gacha bo'lgan masofa B'dan S'gacha bo'lgan masofaga teng. Endi buni uzunligiga teng. Bu degani to'g'ri burchakli uchburchakda bu bilan bu teng bo'lib qoldi degani o'z-o'zidan bu ham teng bo'lib qoldi degani. Mana bu chalasi bir-biriga teng degan. Sababi bu alfa, bu alfa. Bet 2 bo'ladi. Bet bo'ladi. Xo'p. Endi bu burchakda x belgilab olsak. Xo'p. Betda qo'shilgan 2a qo'shilgan x teng 180 bo'lish kerak. ABD uchburchak bo'yicha. Agar b'ni qo'shsam, keyin a qo'shilgan x teng 180. Mana buni o'rniga 90 yozib yuborsam, a qo'shilgan x teng 90 degan tenglik hosil bo'lib qoladi. X teng 90 minus a qilsam, bu bettaga teng. X teng betta. O'shandan bu ham betta bo'ladi. Keyin betta bo'lgandan keyin bu bunga teng bo'ladi. Bularni hammasini unutaylik-da. Boshdan o'rganishga harakat qilamiz. Ushbu misolda xo'p, B'dan D'gacha bo'lgan masofani teng degan B'dan S'gacha. To'g'ri burchakli uchburchakda bular bir-biriga teng bo'lganligi uchun biz B'dan A'gacha bo'lgan masofani ham teng deb qaraymiz. Endi e'tiboringizni ABD uchburchakka qarating. Asosiy burchaklar 15 dan bo'ladi. Uchinchi bir burchagining qo'shni burchagi shunda 30 gradus bo'lib qoladi. Bet 30 ga kerak emas ekan. A'dan S'gacha bo'lgan masofani so'ragan. A'dan S'gacha bo'lgan masofani topish juda ham oddiy. To'g'ri burchakli uchburchak bo'yicha qoida borda 15 gradusga qarshi 15 gradusli to'g'ri burchakli uchburchakda balandlik h bo'lsa, gipotenuza 4h bo'ladi degan qoida bor. Shuning uchun mana bu yerda balandlik ikkiga teng, uni 4 ga ko'paytirib qo'ysam 8 A'dan S'gacha bo'lgan masofa. Navbatdagi misol bo'yicha F'dan L'ga bitta chiziq tortib olamiz. Pifagor teoremasini
EFL uchun qo'llaymiz. X ning kvadrati qo'shilgan 4 ning kvadrati teng bo'ladi FL ning kvadratiga. Endi Pifagor teoremasini FSL uchun qo'llaymiz. 5 ning kvadrati qo'shilgan 3 ning kvadrati teng FL ning kvadratiga. Bu yerdan x kvadrat topamiz. X kvadrat teng 25 qo'shilgan 9 ayrilgan 16. X teng deyaverdik. 3 ildizda 2 bo'lib qolar ekan. Navbatdagi misol bo'yicha burchaklar teng debdi. Mana bu burchak A ga teng bo'lsa, mana bu burchak ham A ga teng ekan. Hurmatli kuzatuvchilar, ABC 3 burchak bo'yicha dastlab asosga bitta balandlik tushirib olamiz. Balandlik 90 bo'lib tushadi. Bu burchak ham A bo'ladi. Bu burchak to'ldiruvchi burchakni B deb olaylik. A ga B ni qo'shsa 90 bo'ladi. Esda tursin. Xo'p. E'tiboringizni ADC to'g'ri burchakli 3 burchakka qarating. Uni bitta burchagiga A ga teng bo'lgani uchun to'ldiruvchisi B bo'ladi. Endi ADC 3 burchak bo'yicha to'g'ri burchak uchidan gipotenuzaga bitta balandlik tushiramiz. Balandlik tushiramiz. Mana shu yerda AEC to'g'ri burchakli 3 burchak bo'yicha bu yerdagi burchak A bo'lib qoladi. Endi mana shu yerda bitta narsani bilishimiz kerak. Mana bu burchak 90. Hurmatli kuzatuvchilar, bu ham 90. Bunda hech qanday muammo yo'q. Mana bu burchak ham 90 deymiz. Chunki mana bu burchak ham 90. Chunki A ga B ni qo'shsa to'ldiruvchi burchaklari deb bular 90 bo'ladi. O'shandan xullas AEC F ASF to'g'ri burchak hosil bo'lib qoldi. ABC 3 burchak bo'yicha balandlik teng 2 bo'lib qo'ygan uchun bu x taqsim 2 bo'lib qoladi. Navbatdagi qiladigan ishimiz ADC to'g'ri burchakli 3 burchak bo'yicha gipotenuza topish bo'ladi. Uni 5 ga bo'lsam 4, 5 ga bo'lsam 3, 4 bilan 3 ga 5 ga 5. 4 bilan 3 ga 5 bo'ladi va uni 5 ga bo'lib topganim uchun 5 ga ko'paytirib qo'yaman 25. AE ni uzunligini topamiz. AE ni uzunligi qanday edi? Katetlarni ko'paytirib gipotenuzaga bo'lish kerak edi. 4 kira 3 bo'lib 12 bo'lib qolyapti. Bu 12 bo'lgandan keyin mana A dan E gacha bo'lgan masofa 12. Bu to'g'ri burchak-ku. Bu ham 12 ga teng bo'ladi. Keyingi qiladigan ishimiz x taqsim 2 ni tenglaymiz 12 ga. X teng shunda 24 hosil bo'lib qoladi. Xo'p, navbatdagi misolimiz bo'yicha x uzunligini topishimiz kerak ekan. AB tomonda davom ettiramiz. Bu yerdan bitta balandlik tushiradigan bo'lsak, mana bu burchak 45 bo'lib qoladi. Mana bu burchak ham 45 bo'lib qoladi. Operatsiya jarayonini EAC to'g'ri burchakli 3 burchakda ustida o'tkazamiz. Buni gipotenuzasi 6 ildizda 2. 6 ildizda 2 bo'ldi. Kateti nima bo'ladi degan savolga 6 bo'ladi deb javob beramiz. Endi e'tiboringizni ESB to'g'ri burchakli 3 burchakka qarating va buning katetlari 8 va 6 ligiga guvoh bo'lasiz. Shundan gipotenuza, ya'ni B dan C gacha bo'lgan masofaning uzunligi 10 liga kelib chiqadi. Va e'tiboringizni DSB yon tomonlari 10 ga teng bo'lgan teng yonli 3 burchakka qarating. Bu 3 burchak bo'yicha uchidagi burchak 120. Bu 10, C dan D gacha 10, C dan B gacha ham 10.
x nima bo'ladi desa, shu 10 ni nizosi 3 ga ko'paytmasiga teng bo'ladi, qachonki o'rta 120 li bo'lsa. Shunday qilib 8 ta misol yechimi o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi bet bo'yicha misollarni birgalikda tahlil qilamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu misol o'rta chiziqqa mos keladi. Qarang. O'rta chiziq haqida qisqacha gapirib beray. Bundan oldingi yechimlarimda ham menimcha gapirganman. O'rta chiziq shunaqa narsaki, uchburchak bo'ladi. Uchburchak. Va shu uchburchakda o'rta chizig'i ham bo'ladi. O'rta chiziq degani mana bu yon tomonining o'rtasi topiladi, keyin bu yon tomonining o'rtasi topiladi. Ikkalasi tutashtiriladi. Mana. Agar o'rta chiziq A bo'lsa, asos 2A bo'ladi. Xossasi shu. Birinchi xossasi o'ng tomondagi burchakda o'rtasi, ikkinchi xossasi chap tomondagi yon tomonining o'rtasi va bularni tutashtirganda asosga parallel bo'lib chiziq paydo bo'ladi. Uchinchi xossasi va bu asosning yarmiga teng bo'ladi. To'rtinchi xossasi. O'rta chiziqdan shuncha xulosani chiqarsak bo'ladi ekan. Hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi jarayonimiz shunga bog'liq bo'ladi. Ya'ni siz e'tiboringizni ABC uchburchakka qarating va ABC uchburchak bo'yicha H nuqta mana bu nuqta yon tomonining o'rtasi. ABC uchburchak bo'yicha yon tomon o'rtasi. Va E nuqtaga e'tibor bering, BC tomonining o'rtasi. BC tomonining o'rtasi. Ya'ni 10 dan bo'lib qo'ygan. Buni topadigan bo'lsak, bu shunda 2 marta kattaligi ma'lum bo'lyapti. Qoidaga muvofiq. Endi uni qanday topamiz? E'tiboringizni A, B, E to'g'ri burchakli uchburchakka qarating. Nimaga aynan to'g'ri burchakli uchburchak? Chunki E dan H gacha, H dan A gacha, H dan B gacha bo'lgan masofalar teng. Bunday hollar faqat to'g'ri burchakli uchburchakda bajariladi. A dan B gacha bizga 16 degan, demak B dan H gacha 8, H dan A gacha 8 va H dan E gacha ham 8 bo'ladi. Yuqoridagi xossaga muvofiq x nechiga teng bo'ladi desa, endi qo'rqmasdan o'rta chiziq 8 bo'lsa, asosi 16 ga teng deb javob bersak bo'laveradi. Yechimlaridan biri shunday bo'ladi. Navbatdagi misol bo'yicha demak misolimizni ishlashga harakat qilamiz. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, mana bu yerga bitta balandlik tushiramiz birgalikda. Bu burchak 30 gradusli qarshdagi katet gipotenuzani yarmiga teng. 4 ga teng ekan. 60 gradusli qarshdagi katet endi 4 ildizi shu bo'lib qoladimi? D dan E gacha bo'lgan. Endi e'tiboringizni BDE to'g'ri burchakli uchburchakka qarating. Bu yerda 49 dan 48 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak, 1 chiqadi. 1 dan izoh qo'ysak, baribir 1. B dan F gacha 1 ga teng ekan. Endi ikkinchi qiladigan ishimiz D nuqtadan bu tomonga bitta balandlik tushiramiz. Tushirsam, mana shu ko'kning uzunligi bor-ku, bu bilan kelib ustma-ustun tushadi. Ya'ni 1 bo'ladi. 1 deb yozay. Bu burchak necha edi? 30 edi. 30 gradusli qarshdagi katet 1 ga teng bo'lsa, gipotenuza 2 ga teng bo'ladigan xulosaga kelsak bo'laveradi. Navbatdagi misol 22,5 graduslik uchburchaklarda balandlikdan gipotenuza qancha katta degan savolga formula orqali javob beramiz. Buni qoidasi bor, 22,5 graduslik
22 yarim graduslikda bu h bo'lsa, gipotenuza 2 ildizi 2h edi. Shu fursatdan foydalanib ABC uchburchagimiz 22,5 gradusli uchburchak va balandligi gipotenuzaga tushgan balandlik ildizda teng. Uni 2 ildizi 2 ga ko'paytirsak, B dan C gacha bo'lgan masofa 4 ga teng bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, BDC to'g'ri burchakli uchburchak bo'yicha 30 gradusli qarshisidagi katet gipotenuzaning yarmiga teng bo'ladi. Shuning uchun bu x teng 2 degan xulosaga kelamiz. Assalomu alaykum. Yana bir bor darsimizning ikkinchi qismini yozib olyapman. Shuning uchun boshqatdan salom berdim. 12-misolda yechishlik uchun chizmani davom ettirib yechishga qaror qildik. Shuning uchun 12-misolda alohida chizib oldim. Mana. Bular davom ettirishdan hosil bo'lgan uchburchak quyidagicha bo'ldi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bu burchagimiz 165 bo'lsa, uni qo'shnisi 15 gradus bo'ladi. Bu bitta masala. A, B, C, D 4 burchak bo'yicha ichki burchaklar yonsa 360 gradusga teng bo'ladi. Mana bu yer 30 bo'ldi. Endi e'tiborimizni EDS uchburchakka qaratamiz. Bu uchburchakda ichki burchaklar yig'indisi 180 bo'lishligi uchun mana bu burchakga 75 gradusga teng bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, EDS uchburchagimiz teng yonli. Ya'ni E dan D gacha bo'lgan masofa ham x ga teng bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, bu yerda A dan E gacha bo'lgan masofa x ayrilgan 4 ildiz ostida 3 bo'ladi. Endi biz shunchaki mana bu EAB to'g'ri burchakli uchburchakka e'tiborimizni qaratishimiz kifoya qiladi. 15 gradusli qarshisidagi kateti K bo'lsa, 75 gradusli qarshisidagi kateti shu K ni 2 + ildiz ostida 3 ga ko'paytmasiga teng bo'lar edi. Demak, men x ni x minus 4 ildizi 3 ni ko'paytiraman. 2 + ildiz ostida 3 ga teng. Hop, 2 + ildiz ostida 3 bo'lib qoladi. Bularni qisqartirib tashlasak, x teng 4 ildizda 3 + 1 hosil bo'ladi. Bu javob mana Dda turibdi. Navbatdagi misolimiz bo'yicha hurmatli kuzatuvchilar, ABD teng yo'l uchburchak deydigan, shuning uchun bu yerga 30 yozib olsak bo'ladi. Xo'sh. E'tiborimizni A nuqta, E nuqta va D nuqtalar tutashtirishdan hosil bo'lgan uchburchakka qaratamiz va burchaklaridan biri 75 ga, ikkinchisi 30 ga va yana bittasi 75 ligi ma'lum bo'ladi. Sababi uchalasini qo'shganda 180 bo'lishi kerak. D dan E gacha bo'lgan masofa 6 bo'lganligi uchun D dan A gacha bo'lgan masofa ham 6 ga teng bo'ladi. Ana endi hurmatli geometriya shaydolari, mana bu burchak 75 bo'lganligi uchun bu yerdagi burchak ham 75 gradusga teng bo'ladi. Mana bu burchak 15 gradusga teng. Endi e'tiboringizni ABC to'g'ri burchakli uchburchakka qaratadigan bo'lsangiz, buni bitta o'tkir burchagiga 45 gradusni tashkil qilyapti. Ikkinchi bir burchagiga ham 45 bo'ladi. B dan C gacha bo'lgan masofa x ga teng ekan. A dan C gacha bo'lgan masofa ham x ga teng bo'ladi. To'g'rimi? O'shandan gipotenuza AB deydigan bo'lsak, bu x ildiz ostida 2 bo'ladi.
va A dan B gacha bo'lgan masofani uzunligi A dan D gacha bo'lgan masofani uzunligiga tengligidan foydalanib bularni bir-biriga tenglab x teng 3 ildizda 2 degan xulosaga kelamiz. B javob. Navbatdagi misol bo'yicha hurmatli kuzatuvchilar, bu teng tomonli uchburchak deyilyapti. Mana bu chiziqni davom ettirsak, asosga bu 90 gradusda tushadi. Sabab nima desa, sabab mana B3 dan ham D gacha bo'lgan masofa, C3 dan ham D gacha bo'lgan masofa teng. Shuning uchun A dan BC tomonga balandlik tushiradigan bo'lsa, shu balandlikdan olingan nuqta bo'ladi D. Agar bular tomonlari bir-biridan farqli bo'lganda edi, keyin balandlik emas, boshqa narsa deb, boshqa chiziq deb fikr yuritsak bo'lardi. Lekin balandlik, mediana, bissektor esa hammasi ustma-ustun tushadi. Shulardan boshqa narsa emas bu. A da chizig'imiz. D nuqta bor ekan. A E chizig'imiz. Xo'p, bu balandlik deydigan bo'lsa, bu muntazam teng tomonli uchburchakdir. Bu ham to'r, asos ham to'r bo'lsa 2 2 dan bo'ladi. Bu mediana vazifasini ham bajardi. BDS bo'yicha mediana bo'lsa, mediananing uzunligi ham 2 ga teng bo'ladi. Shunchaki e'tiboringizni siz AES uchburchakka qarating. Bu uchburchakda bu yerdagi burchak 60, bu yerdagi burchak esa 30 gradsligi ma'lum bo'ladi. 30 gradsligi qarshisidagi katet 2 ga teng. Shuni ildizosi 3 ga ko'paytirsam 60 gradsligi qarshisidagi katet, ya'ni x + 2 ga teng bo'ladi. X topadigan bo'lsa 2 ni chiqarib olsam ildizosi 3 - 1 holatga to'xtaladi. Bu B javobga to'g'ri keladi. 15-si to'r burchak va buni perimetrini topishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Mana bu yerda F dan C gacha A deb belgilab olsam, B dan E gacha ham A bo'lar ekan. Va bizga BF ni 24 deb bergan. ABC uchburchak bo'yicha qoida qo'llaymiz. 5 ning kvadrati teng A ko'paytirilgan A + 24. Qavs ocharsam, ochmasdan turib fikr yuritsak ham bo'lar ekan. Ana o'rniga shunday son qo'yaylikki, ko'paytma u 25 bo'lsin. Ko'rinib turibdiki, A teng 1 bo'lgandagina bu o'rinli. Shuning uchun A teng 1 deymiz. Shunda to'r burchagimizning bir tomoni 24 qo'shilgan 1 25 ga teng, bir tomoni A ga, ya'ni 1 ga teng. Bizdan mana bu perimetr deyapti. Perimetrni topish uchun 2 ko'paytirilgan 25 qo'shilgan 1 52 ga teng bo'ladi, hurmatli matematika shaydolari. Navbatdagi misolimiz ham juda ham xo'sh, chiroyli misollardan biri. X uzunligini topish uchun nima qilamiz? Dastlab ADE uchburchak bo'yicha biz balandlik tushiraylik. Balandlik tushdi. ADB uchburchak bo'yicha bu teng yonli uchburchak balandlikda asosida o'rtasiga tushadi, ya'ni AB ni o'rtasi nima teng? Umuman olganda AB 3K yu K, ya'ni 4K ga teng. O'rtasiga tushdi degani buni F desak, F dan A gacha bo'lgan masofa 2K, F dan B gacha bo'lgan masofa ham 2K bo'lishligi uchun bu K ga teng bo'ladi. Ana endi hurmatli kuzatuvchilar, mana bu balandlikning uzunligi 2K ni ko'paytiraman K ga, keyin ildizo oladigan bo'lsam, ildizosida 2K bo'lib qoladi mana shu balandlik uzunligi. Va bu o'rta chiziq turibdi. Tushunib olishingiz uchun mana 3 burchak chizyapmanda. Bu nuqta bu tomon teng 2 ga bo'lyapti, bu nuqta bu tomon teng 2 ga bo'lyapti. Bet A bo'lsa, bet 2 ga bo'ladi. Xuddi shu narsa turibdi. Ya'ni BC tomon teng 2 ga bo'lyapti. Mana D nuqta ko'rib turibsiz va F nuqta AB tomonni teng 2 ga bo'lyapti. Bu yog'iga 2, bu yog'iga 2K.
Tushundingizmi? O'shandan 2 ilizosida 2k teng 4 ilizosida 2 bo'ladida k teng bu yerdan 2ligi ma'lum bo'ldi. K2 Pifagor teoremasini qo'llab qo'yamiz. F E D uchburchak bo'yicha Pifagor teoremasini qo'llab qo'yamiz. 2 ning kvadrati plus 2 ilizosida 2 ning kvadrati teng x ning kvadratiga. To'liq qo'shilgan 8 teng x kvadrat x teng 2 ilizosida 3 bo'lib qoladi. S javob turibdi bu. Shunday qilib 4-mavzumiz to'g'ri burchakli uchburchaklarining 10 ta testi o'z nihoyasiga yetdi va bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'linglar.